Tasavvur qiling, ko'zingizni ochasiz. Atrofingiz qop-qorong'u. Nafas olishga havo yetmayapti. Qo'lingizni qimirlatmoqchi bo'lasiz, lekin qattiq yog'och devorga urilasiz. Siz o'lganingiz yo'q, lekin sizni allaqachon ko'mib bo'lishdi. Bugun tibbiy arxivda tibbiyot tarixidagi eng dahshatli xatolar va qabr ichida uyg'ongan baxtsiz taqdirlar haqida gaplashamiz. 19-asrgacha va hatto 20-asr boshlarida ham shifokorlar o'limni faqat nafas olish va yurak urishiga qarab aniqlashgan. Ammo ba'zi holatlar borki, inson organizmi uyqu holatiga o'tib qoladi. Letargik uyqu. Inson nafasi shunchalik pasayadiki, uni sezish imkonsiz bo'ladi. Mushaklar qotib qoladi, tana soviydi va inson tashqi dunyoga hech qanday reaksiya bermaydi. Shifokorlar buni o'lim deb qabul qilgan. Eski qabristonlar ko'chirilganda ko'plab tobutlar ichida dahshatli manzaralar topilgan. Tirnoq izlari, teskari yotgan jasadlar. Tobut qopqog'ini ichki tomonda inson tirnoqlari bilan qilingan chuqur izlar. Inson qabr ichida uyg'ongach chiqishga harakat qilib tanasini o'girib yuborgan. Margarita Scott voqeasi bor. U ko'milganidan bir necha soat o'tib, qabr kovlovchilar uni barmog'idagi qimmatbaho uzukni o'g'irlamoqchi bo'lishganda og'riqdan baqirib yuborgan va tirik qolgan. Bu qo'rquv shunchalik kuchli bo'lganki, hatto maxsus xavfsiz tobutlar o'ylab topilgan. Ularda yerning ustiga chiqib turadigan qo'ng'iroq bo'lgan. Agar inson yer ostida uyg'onib ketsa, ipni tortib qo'ng'iroq chalishi va yordam chaqirishi mumkin edi. Bugungi kunda zamonaviy tibbiyot bunday xatoga yo'l qo'ymaydi, lekin arxivlarda qolgan bu hikoyalar hamon etimizni jimirlatadi. Arxiv yopildi, lekin sirlar tugamadi. Navbatdagi dahshatli haqiqatlarni o'tkazib yubormaslik uchun tibbiy arxivga obuna bo'ling. Esingizda bo'lsin, har bir jinoyatning ortida tibbiy iz qoladi. Ko'rishguncha, sizlar bilan Ra'noxon.